Shu avtobus to'la hacker bolalar, ha, yaxshimisizlar? Siz uka mana shu hacker ekansiz, maktabda o'qir ekansiz, ham o'qib, ham pul topar ekansiz. Bir oyda nechta pul topasiz? Bir oyda o'rtacha 500 dollarni topaman. 500 dollarcha topasiz. Bu respublikamizda yagona avtobusi ham bor ekan bu maktabni. Hakaton IT maktabi. Bolalar ham bitta o'qiydi maktabda. O'qish davomida pul ham topar ekan. Garantiya berishyapti, pul bilan ta'minlash, ya'ni ish bilan ta'minlashga garantiya beradigan yagona maktab. Ham o'qib, ham pul topishyapti bu yerda. Maktab direktori Sirojin domla, yaxshimisiz? Bilishim bo'yicha Xitoy tili, rus tili, ingliz tili ham chuqurlashtirilgan tarzda o'tiladi. Matematika, fizikalar ham? Albatta. Qolaversa, maktabdan keyin Xitoydagi nufuzli universitetda birinchi kursini byudjet qilib beryapsiz aka. Albatta, byudjet qilib beramiz. Ikkinchi yildan boshlab byudjetda ushlab qolish o'zlariga bog'liq bo'lib qoladigan. Maktabda qanaqa sharoitlarimiz bor aka? Maktabda 3 mahal ovqatimiz va yotoqxonamiz ta'minlangan va bolalarni 1 yil ichida ham o'qishini, ham ish bilan ta'minlab beramiz. Kafolat berasiz shunga. Maksimal darajada tarqatinglar O'zbekistonga, Mashtaqanga maktab ham ochildi. Bemalol bolalaringizni, jiyanlaringni o'qitsalaring bo'laveradi. Yotoqlar bor, 3 mahal ovqati ham bor. O'zbekiston bo'ylab kelib o'qishinglar mumkin. Mana bolalar darsdan chiqishyapti. Bu yerda o'qishni narxi qiziq bo'ladigan bo'lsa, narx deb yozing. Keladiganlar manzil deb yozasizlar, lokatsiyasini tashlab beraman. Bemalol sizlar mana bu call centerdagi raqamlarga telefon qilib ma'lumotlarni olsalaringiz bo'laveradi. Bu videoni farzandi bor tanishinglar yuborib qo'yinglar. Maktabdan ko'chirib mana shu yerga olib kelishyapti. Hattoki Qirg'iziston, Tojikistondan ham kelib bolalarni mana shu yerga yotkizib o'qitishyapti ekan. Eng to'g'ri tanlov bu. Yashanglar, Hakaton aytadi.